Mana qızlar faqat 10 minut vaqtingizni chiqarsanızlar, menga o'xshash pakiz ham turmushli chiqqan umumiy kirim qilishni o'rgatib qo'yaman. Ayrimxonada tabiiy oson chiqqan umumiy kirim qilishni chiqarib bergan bo'lsangiz, deb degansizlar qizlar telefonlar asosan mau kirimning tafsiliy darsiga olib keldim. Shunga yuraklaringlarni aymay, meni qo'shib olishni unutib qolmay ko'rasizlar. Yana o'xshashlar qizlar birinchi qadamda ko'zimizga maytonlarimizni taqib olamiz. Anadagi mush yuzimizga so'ldirimizni berib olamiz. Buni deymiz ham o'slar uqib yo'q ketdi qachon. Anadagi mush yuz teringlar kafin bo'lgan, to'jon bo'lgan qizlar o'zlarining qo'lidagi mush tetish shonching xo'shon degan narsalar bo'lib qolsa, mush yuzlarni tekshi berib olamiz. Berib olgandan keyin mushning o'xshash naratning qaymoqlardek chiqqan findiyalarimizni yuzimizga tekshi alati sökab bulutda urib sindirib olgandan keyin menga o'xshash mushunda yeti sayxonlar bo'lib qolsa, mush ikki anglimizga, burnimizning uchiga, anadagi inkimizga, peshanlarimizga berib mana o'xshash yo'g'on cho'tkalarlar bo'lsa, cho'tkalab sindirib olsanglar bo'ldi. Cho'tka bo'lmay qolsa, bulutlarni urib sindirib olsanglar bo'ldi qizlar. Anadagi mush oq chiqqan tilyan yeb bo'lib qolsa, tilyanida ko'zimizning osti, burnimizning ikki tarafi, og'zimizning cho'risini cho'qim tilyan qilib olamiz qizlar. Umumiy kirim qilib vaqtlarda cho'qim tilyan yaxshi qilmasanglar, kirmanglar, pakiz chiqmaydi. Tilyanlarimizni qilib olgandan keyin bulutda urib sindirib olsak bo'ldi va yoki mushunga o'xshash kichik shozlar bo'lib qolsa, shozda tekshi sindirib olsak bo'ldi. Anadagi o'zimizning qo'limiz dinjon pimo bo'lib qolsa, bir qitim berib o'tgandan keyin o'zimizning sanfin va yoki mushu finbinlarda kirimimizni dinjon qilib olamiz. Andan qishimizni sizga vaqtimizda qizlar ang avvalmishda qish cho'tkisida qishimizning ustidagi mayning juqlarini bir qitim cho'tkilib o'tgandan keyin anadagi jamika berib olsanglar bo'ldi va yoki o'zinglarning qishning uslubi bo'yicha qishinglarning quyrug'ini va yoki old tarafini sizib chiqarib olgandagi jamika berib olsanglar bo'ldi. Kirimning yildiz bo'lgan sho'ring o'taka qizlar sho'ring qilib vaqtlarda mushning o'xshash cho'tkalarlarda burnlarning usti ikki tarafdan past tarafga qarab mushunda holatda qilib olamiz qizlar. Qilib olgandan keyin anadagi mush burnlarning ikki tarafi dumbi tarafdan past tarafga qarab yeyib olsanglar bo'ldi. Anadagi burnlarning uchini qizlar mushunda tuz holatda qilishni o'rganinglar. Burnlar cho'ng burun bo'ladi va yoki sho'ring qilish uqmaydigan, hatto yangidan kirim qilishni o'rganayotgan qizlar bu ma'qulni o'rganadigan bo'lsanglar, burnlarni shunchalik chiroyli holatda sizib ketalaysizlar. Burnimizni sizib olgandan keyin sho'ring ichidagi oq rangda ko'zimizning oldi, mush burnimizning uchi, anadagi keyin burnimizning ust taraflarini cho'qqin tilyan qilib olamiz. Mush butun kirimning ichida sizlar hammadan tashkillangan ko'zning kirimi keldi qizlar. Eng avval men oq rangni ilib, qopig'imizning ustiga, ostiga, hamma yerga bir qitim kangri holatda yetib berib olamiz. Anadagi yana bir dal yangi cho'tkalar mushu qiyniqroq chiqqan seriq rangni ilib, qopig'imizning ust taraflariga, anadagi burnimizning mush uch taraflarini ozroq qiyniqlab olamiz. Qopig'imizning osti, ust tarafga berib olgandan keyin mush yimpan ichidagi qiyniq rangni ilib, quyruq tarafga berib, old tarafga qarab yeyib olamiz qizlar. Men quyruq tarafga vaqtlarda bir xil ust tarafga chiqqan holatdagi bir xil shakl chiqadi. Mushunda holatda chiqqandan keyin sho'rimpan ichidagi oq rangni ilib, qopig'imizning uch tarafini mushda tilyan qilgan holatda qilib olamiz. Anadagi mush yimpan ichidagi paqraqni ilib, qopig'imizning o'ttirsig'iga berib olamiz. Anadagi keyin qopoq kirimimizning orqa tarafga tayyor rangdan qiyniqroq rangda mushunga o'xshash shiji shozda o'zimizning yenshiyasini cho'tkada sizib chiqarib olamiz qizlar. Chiqarib olgandan keyin anadagi keyin sizga yenshiyani old tarafga yurang qilib olamiz. Ularning rangini sizga vaqtlarda oldirib ketmay, inchga holatda sizsanglar qizlar qopoq kirmanglar shunchalik chiroyli chiqadi. Anadagi keyin yana qiyniq rangda o'zimizning o'talarini sizib olamiz. Sizib olgandan keyin mush sharjlarimizni biroq sizib olgandan keyin anadan o'xshash sho'rimpan ichidagi oq rangda o'zimizning o'talarini tilyan qilib ko'zimizning atrofini biroq tilyan qilib olamiz. Qilib olgandan keyin mush o'zimizning kirpiklarini egib, anadagi laxlarimizda bir qitim sökib o'tgandan keyin osti kirpigimizni, ust kirpigimizni sökib o'tgandan keyin anadagi mushu xil yolg'on kirpikni chaplab olamiz. Anadagi o'zimizning yensham pisida qopig'imizning old tarafini sizib olamiz. Yenjollarimizni sizib chiqarib olamiz. Yenjollarimizni sizib chiqargan vaqtda qizlar o'zlarining yenjosini mushu sharjga azroq olib olsanglar texmi ko'rkam holat chiqadi. Anadagi boyatdan mushu yenpani sizib olgan yenshani iznalgan holatda yenshambida bir qitim yenshlarimizni sizib chiqarib olamiz. Mush odatda umumiy kirim qilgan vaqtlardan sayxonga qizlar mushda lo'si chiqqar sayxonlarni pasanglar kirmanglarni shunchalik payzalat ichib berdi. Mushu sayxonni ikki anglimizga, anadagi burnimizning uchiga, inek tarafimizga yana bir qitim chashin qilib olamiz. Eng oxirida qo'limizdagi cho'nshambida og'zimizning shakllarini sizib chiqarib olgandan keyin anadagi qo'limiz bir qitim yeyib mushu kirimizga mos kelgan lo'si holatda chiqqan ko'honlarimizni cho'tkada bo'lamdi va yoki ko'honni biraqlam bo'lamdi qalbimizga sukab yeyib olamiz. Anadagi mushda cho'y yo'llarlar bo'lib qolsa, ustiga yana bir qat berib olsanglar kirmanglarni shunchalik holatda ichib berdi qizlar. Umumiy kirim damida muhim bo'lgan mushu qovgon qizlar. Qovgonlarlarda burnlarning uchiga, burnlarning ust tarafi, ko'zimizning old tarafini cho'qim inch holatda qovgonlarimizda tilyan qilib olamiz. Anadagi mushu qovgonda qishimizning osti qo'limizda yetib berib olgandan keyin mush ikki anglimizga qiyniq holatda orqadan ikki qitim berib olsanglar kirmanglar shunchalik chiroyli chiqadi. Amsiz qizlar, bugun kirim shunchalik bo'lsin. Qanday kirim o'rganganlar bo'lsa, astotga bilinchi yasanglar bo'ldi. Xayr xo'sh. All I need is la 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 la.